Darvozasiga yaqin joyda va Shaloldi! Biz jahon chempionatidamiz! Jahon chempionati! Tabriklar! Qadrli do'stlar, O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatida. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz muxlislar, qadrli futbol ixlosmandlari. Biz sizlarni O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatiga yo'l olgani bilan tabriklaymiz. Hozirgina Birlashgan Arab Amirligi hamda O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'yin nurli durang bilan yakunlandi. Sharh davomida Xayrullo Hamidov nurli durang deya ta'rif berdi. Bu bejiz emas. Odatda duranglarga nursiz durang deya ta'rif berilar edi, lekin biz uchun bugungi uchrashuv gollar bo'lmasa ham va durang natijasi qayd etilsa ham O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqish uchun yetarli bo'lar edi. Va bugun yigitlarimiz Temur Kapadze boshchiligida yigitlarimiz bu ishni uddalashdi. Haqiqatda bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi tarix zarvaraqlariga muhrlanadigan bo'ldi. Ana endi jahon chempionati saralash bosqichiga, guruh bosqichlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston milliy terma jamoasi A guruhidan o'rin olgan holda ishtirok etdi va ushbu uchrashuvlarda guruh bosqichida 9 ta uchrashuv o'tkazdi va ularning 5 tasida g'alabaga erishdi. Ularning 3 tasi esa durang natijasi bilan yakunlangan bo'lsa, bitta mag'lubiyat va O'zbekiston milliy terma jamoasi guruhda hozircha onlayn jadvalda 2-o'rinda bormoqda va 18 ochko jamg'argan holatda jahon chempionatiga yo'l olmoqda. Qadrli do'stlar, o'yindan oldin ko'rdingiz, turli shov-shuvlarga sabab bo'lgan voqeliklar bo'ldi. Internet tarmoqlarida aynan mana shu holatlar anchagina muhokamalarga sabab bo'ldi va Birlashgan Arab Amirligining qaysidir ma'noda bizga qilgan turli o'yinlariga yigitlarimiz so'zsiz va golsiz javob berdi va O'zbekiston milliy terma jamoasi gol urmasdan ham jahon chempionatiga aynan mana shu o'yin orqali gol urmasdan ham jahon chempionatiga chiqish mumkinligini ko'rsatib qo'yishdi. Do'stlar, 30 yildan ortiq muddat davomida O'zbekiston milliy terma jamoasi aynan mana shu mundial sari yo'l olishga juda ko'p bor harakat qilgan, yaqin kelgan vaziyatlar ham bo'lgan. Lekin bugun aynan yigitlarimiz mana shu vazifani uddalashdi. Qadrli do'stlar, to'g'risi bu reportajni tayyorlashda juda hayajondaman. Jonli efirlarda qatnashganman, lekin bunaqa hayajon, bunaqa ta'sirot bo'lmagan. Qadrli do'stlar, jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan barchani yana bir bor tabriklayman. Olg'a O'zbekiston!